Uchinchi farzandi nogiron tug'ilgandan keyin onasiga xonamda aytdilarki, siz aybdorsiz. Siz aybdorsiz. Men shu holatga kelganimga, meni singlari bu xolalarning qizlari shu holatga biz sizlardan o'tinib yolvorganmiz. Qachondir ham bu ikkita yosh turmush qurishni xohlamagan. Ularni tibbiy savodxonligi yetarli bo'lgan. Chunki bola juda ham bir bo'ladi-yu, o'ziga o'qimishli, o'ylaydigan, lekin ota-onaga bo'lgan hurmat, izzati, bizani mental o'sha ota-onani aytganidan ana qilmagin, chetlamagin, aytganini qilgin degan gap shu masalada ham onajonlarning gapi ustun turishga sabab bo'lgan. Uchinchi farzand nogiron tuqqandan keyin o'sha bolalar hukm qilishdi, yo'q. Biz turmushimizni buzamiz. Nima uchun sotsial muammoga aylanish kerak? Ikkita farzand sog'lommi o'shanda? 3 ta farzand nosog'lom tug'ilgan. Demak, uchinchi farzandda ko'ziga ochildi. Uchinchi farzandda bu bola aytayaptiki, birinchisida aytdinglar, ha, ayoling shamollash o'tkazgan homila davrida. Ikkinchisida ham bir sabab topdinglar. Mana uchinchi farzandim shu holatda kelyapti, lekin ikkita farzand dunyodan ko'z yumgan. Chunki ularning xastaligi hayot bilan nesovmistim, to есть hayotga loyiq emas. Shunaqa organlar o'sha nuqson berganki, bu bolajonlar yashaydigan bolajon bo'lmagan. Albatta bu bolaning joni kuyib ketib shu onasiga shu gapni aytgan. Nima uchun shu holatga yetkazishimiz kerak? Nima uchun oila bir necha nogiron farzand ko'rib bu narsani miyasiga kirg'azish kerak? Albatta bu narsa haqida gaplashishimiz kerak, ko'rsatishimiz kerak. Mana hozir ko'rdik, aytdingiz, ko'zimga yosh keldi. Qaysidir joylar men ko'ra olmadim. Nima shu bolalar dunyoga kelmasdan o'sha oilalarda sog'lom bola tug'ilishi mumkin edi-yu. To'ppa to'g'ri.